Nega tug'ruqdan keyin gemorroy ko'p uchraydi? Videoni oxirigacha ko'ring, hozir tushuntirib beraman. Bu savol bilan bizga deyarli 60% ayollar murojaat qilishadi. Bunga asosiy sabab homiladorlik davrida qorin ichki bosimining ortishi va qo'shimcha ich qotishi, tug'ruq vaqtidagi kuchanishlar tomirlarga katta yuklama beradi. Natijada og'riq, shish, qichishish, qon kelish belgilari kuzatiladi. Bu gemorroyning eng ko'p uchraydigan belgilari hisoblanadi. Afsuski, ko'p ayollar tug'ruqdan keyin hammada bo'ladi deb o'ylaydi. Og'riq kuchaysa ham uyat yoki qo'rquv sababli shifokorga murojaat qilmaydi. Proctor Service klinikamizda shifokor ko'ruvidan keyin davolash usuli tanlanadi. Medikamentoz davo, lazer yoki zarurat bo'lsa jarrohlik usuli. Bizning markazda ayollar uchun alohida sharoit yaratilgan bo'lib, qabul va tekshiruvlar ayol mutaxassislar tomonidan olib boriladi. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.